Mani eng sevimli Xitoy onlayn magazinlarimdan birida bolajonim uchun kiyimchalar zakaz qilib o'tirganimda rekomendatsiyamga mana shunaqa narsa tushib qoldi va buni zo'rligini qaranglar, olmasam bo'lmaydi deb zakaz qilib yubordim. Zakaz qilishimdan oldin o'zim marketdagi narxlar bilan solishtirib ko'rdim. Eng arzon tovarni tanlab oldim. Bu yerda nasosini alohida, paketini alohida sotishar ekan. 6 ga 40 sm va 5 donasini zakaz qilganida. Bu yerda ham xuddi shu razmerdagilarni tanlab oldim. Narxi 67400 so'm chiqdi. Bu 5 ta paketda o'zi nasosini alohida pulga sotib olar ekansizlar. Endi Xitoy programmasiga o'tib xuddi shu razmer 5 ta dona paketni zakaz qilamiz. Narxini ko'rdinglarmi? Yuanda endi so'mga o'giramiz. 26300 so'm. 26300 so'mga 5 ta paket nasosi kiradi. Vau, qizlar, nechta arzon. Endi bildinglarmi, nimaga faqat Xitoydan tovar zakaz qilishim? Mana tovarim ham yetib keldi. Endi buni birgalikda sinab ko'ramiz. Aytgancha, tovarimga kargo puli ham bor. Kargo puli bilan общий narx hisoblaganda 42000 so'mga tushdi. Nimaga buncha sizda arzon kargo desanglar, menda eng arzon kargo $5.5 dan boshlanadi. Qizlarjonlar, shunaqa arzon sifatli tovarlarni xarid qilishni xohlasanglar, mana Xitoy kursim ham bor. Xitoy kursimga yozilsanglar, sizlar ham uyda o'tirgan holda bemalol tovarlarni zakaz qilishni o'rgataman. Ko'pchilik xato o'ylashadi. Programma nomini aytsangiz, o'zimiz zakaz qilish o'rganib olamiz. Shunga ham pul sarflash shartmi deyishadi. Yo'q qizlar, men zakaz qilgan programma Pinduoduo, Google'da ham, Play Marketda ham topolmaysizlar. Ammo sizlarga silkasini tashlab beraman. Undan tashqari sifatli tovarlarni xarid qilish, Xitoy tilini bilmasdan turib xitoyliklar bilan yozishish, hammasi noldan boshlab professional darajasigacha zakaz qilishlarni o'rganasizlar. Hattoki uyda o'tirgan holda noldan biznes boshlashlarni ham men kursimda o'rganasizlar. Kursga yozilish uchun mana shu nomerda Telegramim mavjud. Telegramdan bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Va qizlar, menga bu vakuumli paket juda ham yoqdi. Ayniqsa qishki kurtkalarni, paltoylarni ixchamgina qilib taxlab berar ekan. Olishinglarni maslahat beraman.